Nusratjon, Said mana ko'p yillardan beri biz mana Ipashda 20 yil bu yerda qadrdonchilik qilib yuribmiz. Kelib ketib, lekin bunaqangi shug'ullanishlaringizni eshitganmiz, lekin o'z ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q. Mana bugun keldik. Albatta pomidor, bodringlar bu eng ayniqsa mana bu limonchilik namunangiz bo'lsa, ishlaringiz bilan limonchilik buni maktabni yaratganligingizni mana eshitdik, televiziorda ko'p ko'rdik. Mana shu bilan biz o'zimizni Kattaqo'rg'on tumanimizda, mahallamizda mana shuni joriy qilish uchun mahallamizga ham olib borib shunaqangi ko'chatlar ekib, limon zonlarini ko'paytirish, daromad qilish uchun tadbirkorlarga yetkazishimiz uchun sizga buni maslahatga kelyapmiz. Endi Nusratjon, shuni bizga aytib bersangiz, bu nihollar necha yilligi, qachon hosil beradi, qanaqangi qanday usullar bir sudagi qancha daromad oladi, shularni ko'rsatsangiz, biz ham shuni o'zimiz joylarga borib masalan hamkorlikda birga qilsak, mana shu yerda ham odamlarimizni kam ta'minlangan ishlarimizni joriy qilib, mana shu limonchilik nimasini maktabini yaratib ish boshlasak degan niyatdamiz. Shuning uchun tushuntirib bersangiz hammasini. Avvalambor mana hurmat qilib kelganingiz uchun rahmat, rais bova. Bu mana limonlarimiz aka, bu bor yo'g'i 1 yoshar limonlar yigitlar. Mana shu yil bor qadalgan limon ko'chatlari qalamchalar bo'ladi-da, bu qadalgan qalamchalarimiz Toshkent lavli limon bo'lib hisoblanadi. 1967-yilda Toshkentda yaratilgan bo'ladi buni. Xo'sh, buni pomidordan ustunligi ekan. Mana pomidorga issiqlik kerak va hokazo muammosi juda ko'p ekan. Mana bugungi kunda ko'rib turibsiz, pomidor mahsulotini tan narxini tushib ketishi. Masalan, o'sha deylik, to'g'risini aytish kerak, mana ko'k dalada tarvuz yetishtirgandan keyin, tarvuz masalan balans berib arzon narxda sotgandan keyin boshqa mahsulotlarga ta'sir qilib qo'ydi-da, pomidor narxi tushib ketdi. Shu bilan birgalikda mana shu mahallamiz o'zida bu yil 48 gektardan ortiq joyga issiqxona qilindi. Mana hozir ko'rdingiz, shu issiqxona qilindi-da, 48 gektarda endi mahsulot yetishtirgandan keyin albatta bozorlarimizda tanlar tushadi. Bu avvalambor siz bilan meni yutug'imiz bo'lib hisoblanadi. O'sha masalan 1 kilo pomidorni 12-15 emasi, deylik, bugun 4 ming yoki 5 mingdan olish biz yutug'imiz bo'ladi. Biz xohlaymizki, mana o'sha Kattaqo'rg'onda ham shu ishlarni tashkil qilsak yaxshi bo'ladi. Mana savolingizga javob berib o'tadigan bo'lsak, bu limonlarni bir so'tiqqa 16 tadan 20 tagacha ekish mumkin bo'ladi. Masalan, so'tig'i kichkina bo'lsa 20 ta, gektar bo'lsa 1300 ta 1600 tagacha ekiladi. Biz limonni masalan ko'proq oladigan bo'lsangiz, deylik 500 tami, 400 tami oladigan bo'lsangiz, o'zimiz borib, o'zimiz ekib berib, shakllash davrida ham, o'sha shakl berish davrlarida ham boramiz. Mana Samarqanddan bo'lsangiz, masalan, o'sha Pastdarg'omda ishlarimiz bor. Yangari qishlog'ida, Sartepada, keyin o'sha aeroport yonlarida gektarlab ishlarimiz bor. Biz borib doimiy ravishda Samarqandda o'zimiz shakl berib kelamiz yil davomida. Kamida 12 gektar yer bor. Bundan tashqari yana Kattaqo'rg'on tumanida o'sha Payshanbada 10 gektarlik yana alohida Sadriddin akaning issiqxonasi bor. Bunga ham qo'limizdan kelgancha agronomlik xizmatlarini, maslahatlarini yil davomida berib qo'yamiz. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, bu o'sha pomidor ko'chatiga misol uchun 5-6 million ketadigan bo'lsa, 5-600 ming ketadigan bo'lsa, misol bir sotiq yerga. Bunga ham o'sha 5-600 ming ketadi, lekin bu bir marta ekiladi-da, shu bilan 20 yil, 30 yil davomida limon olinadi. Bu limon keyin -2 gradusgacha chidaydi. Faqat shu sort chidaydi. Har qaysi sort chidamaydi. Masalan, deylik, ertalab 4-5 larda havo sovigan paytda -2, -3 ga tushgan paytda ham 3-4 soat bo'lsa chidaydi. Bu o'sha isbotlangan. 10 kungacha shu sovuqqa chidaydi. Biz navini surishtiramiz, navi boshqa bo'lib qoladi-da, nav chidamaydi. Nimaga bu nav chidaydi degan savol yuradi. Bunga isbotimiz ham bor. Xo'sh, bu navni o'sha kislotasi 4% hisoblanadi-da, 1% shakari bor tarkibida. Shuning hisobidan 5-6 gradus, masalan 5-6 soat -1, -2 ga chidab beradi.